Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Yo'q, bu qanday qilib menga shuni qila olasan? Chunki sen haqsiz eding. Men faqat oilani himoya qilmoqchi edim. Bu himoya emas, bu xiyonat. Katta 3 qavatli, atrofi baland devorlar bilan o'ralgan hashamatli hovlining marmar toshlari ustida kuzning sovuq yomg'iri shivalab yogardi. Uyning ichi qimmatbaho Yevropa mebellari, billur kandillar va yaltiroq buyumlar bilan to'la bo'lsa-da, 60 yoshli Umida ayaning nazarida bu uy qandaydir sovuq, jonsiz muzeyga o'xshardi. U bu uyda o'zini beka emas, balki qandaydir yollanma, arzon xizmatkordek his qilardi. Vaholanki bu koshonaning egasi, uning o'z qonidan bo'lgan, butun umrini, yoshligini va sog'ligini bagishlab katta qilgan yolg'iz o'g'li Doston edi. Umida aya oshxonada o'zining qadoq bosgan, tomirlari bortib chiqqan qo'llari bilan ovqat pishirib o'tirarkan, xotiralar uni 25 yil oldingi zax, sovuq yerto'la uyga olib ketdi. Eri bevaqt olamdan o'tganda Doston atigi 3 yoshda edi. Qaynona qaynota yosh bevaning qo'liga bitta tugunchasini tutqazib, ko'chaga haydab solishgan. Umida aya o'zining murgak bolasi bilan ko'chada qolganda, yiglamagan kunining o'zi yo'q edi. U Dostonni birovdan kam qilmaslik uchun kechalari birovlarning kiyimini tikdi, kunduzlari boylarning uyini tozaladi, qishning qahratonida bozorning sovuq rastalarida mardikorlik qildi. O'zi eski, yirtiq kalishda yursa ham, Dostoniga eng yangi kiyimlarni olib berdi. O'zi quruq nonni choyga ivitib yesida, o'g'lining oldiga go'shtli ovqat qo'ydi. Sen o'qi, bolam. Sen katta odam bo'lishing kerak. Meni shu kulfatlardan olib chiqasan, derdi u doim bolasining peshonasidan o'pib. Va Doston rostdan ham o'qidi. U aqlli, tirishqoq yigit bo'lib voyaga yetdi. Universitetni bitirib, biznesga kirdi va qisqa vaqt ichida mislsiz boylikka erishdi. Endi ular badavlat edilar. Doston onasiga atab shu ulkan hovlini qurdi, endi faqat rohat qilasiz, onajon, deb va'dalar berdi. Ammo hammasi Doston uylanganidan so'ng, aniqrog'i, o'sha aslzoda va kibrli oilaning qizi, Malika bu uyga kelin bo'lib tushgan kundan boshlab ostust bo'lib ketdi. Malika go'zal edi. Uning egnida doim eng so'nggi urfdagi, xorijning qimmatbaho liboslari, barmog'ida olmos uzuklar yaraqlardi. Ammo uning qalbi liboslardek chiroyli emasdi. U Umida ayaga qaynonasidek emas, balki qandaydir ortiqcha buyumdek, uyning korkini buzib turgan eski anjomdek muomala qilardi. Eng yomoni, Doston o'zgardi. Onasi uchun jonini berishga tayyor bo'lgan o'g'il, xotinining chizgan chizigidan chiqmaydigan, onasining gaplarini eshitishni ham xohlamaydigan sovuqqon odamga aylandi. Umida aya chuqur xo'rsinib, ovqatning olovini pasaytirdi. Soat kechki 9 bo'layotgandi. Doston ishdan qaytadigan vaqt bo'ldi. U hovliga qarab ochilgan ulkan oyna yonidan o'tayotganda, ikkinchi qavatning ochiq balkonida turgan sharpani ko'rib, to'xtab qoldi. Balkonda uning kelini Malika yubka, ipak xalatda turardi. Uning barmoqlari orasida yubka, uzun ayollar sigaretasi, tamakisi tutab turardi. Malika har safar sigareta tutunini yutib, uni qorong'u osmonga qarab rohat bilan puflar, bu uning uchun oddiy va odatiy hol ekanligi ko'rinib turardi. Umida ayaning ko'zlariga ishonmadi. U qattiq tarbiyali muhitda o'sgan ayol edi. O'zbek xonadonida, ayniqsa qaynonasining uyida kelin kishining bemalol sigareta chekib turishi u uchun aqlbovar qilmas sharmandalik va behurmatlik edi. Qolaversa, yaqinda Doston, onajon, tez orada nevarali bo'lasiz, deb xushxabar aytgandi. Homilador ayolning tamaki chekishi bolaning hayotiga zomin bo'lishi mumkin-ku. Umida aya o'zini bosa olmadi. U titrayotgan oyoqlari bilan ikkinchi qavatga ko'tarildi. Ochiq balkon eshigi oldiga kelganda, tamakining o'tkir, badbo'y tutuni qimmatbaho atir hidi bilan aralashib burniga urildi. Malika qizim, dedi Umida aya ostonada turib, ovozini iloji boricha muloyim va nasihatomuz qilishga urinib. Malika cho'chib tushmadi. U shunchaki boshini o'girib, qaynonasiga zaharxanda va bepisand nigoh bilan qaradi. U sigaretani orqasiga yashirish tugul, qaytaga chuqurroq tortib, tutunini Umida aya turgan tomonga qarab pufladi. Nima deysiz? Yana qanaqa muammo chiqdi? Dedi kelin burnini jiyirib. Umida ayaning yuragi sanchib ketdi, lekin chidadi. Qizim, bu qiligingiz yaxshi emas. O'zbekchilik uyat bo'ladi. Qolaversa, vujudingizda murgak jon bor.
Bolaga ziyon-ku. Menga yoki o'g'limga hurmatingiz bo'lmasa ham, oz bolangizga rahmingiz kelsin. Bu uyda mening Kozimning oldida tamaki chekmasligingizni iltimos qilaman. Malika qahqaha otdi. Bu qahqaha shunchalik sun'iy va asabga tegadigan ediki, Umida aya joyida qotib qoldi. O'zbekchilik. Tarbiya. Malika sigaretaning kulini tog'ri balkondagi qimmatbaho gulning ustiga qoqdi. Xonim, siz hamon o'sha qishlogingizdagi loy kulbada yashayapman deb o'ylayapsizmi? Bu mening uyim. Men bu yerda nima xohlasam shuni qilaman. Tamaki menga asablarimni tinchlantirish uchun kerak. Nega asabiylashyapman deysizmi? Chunki ertalabdan kechgacha sizning o'sha eski, qari basharangizni ko'rishdan charchadim. Nimalar deyapsiz? Umida ayaning ko'zlariga yosh quyildi. U o'z uyida, o'z kelindan bunday haqorat eshitishni kutmagandi. Doston kelsin, men unga hammasini aytaman. Men unga xotini qanday iflosliklar bilan shug'ullanayotganini ko'rsataman. Ayni shu payt orqadan, yo'lakning qorong'u qismidan og'ir, qat'iy qadam tovushlari eshitildi. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Degan Dostonning baland, asabiy ovozi yangradi. Doston ishdan qaytgan, egnida qimmatbaho kostyum, lekin yuzi charchoqdan gamgin va asabiy edi. U qo'llarini cho'ntagiga solib, balkon eshigi oldiga keldi. Malika bir soniya ichida o'z qiyofasini o'zgartirdi. U qo'lidagi sigaretani pastga otib yubordi-da, ko'zlariga sun'iy yosh olib, yugurib borib Dostonning bo'yniga osildi. Doston aka. Oyijonim yana meni haqorat qilyaptilar. Men shunchaki toza havodan nafas olay deb balkonga chiqqandim. Ular kelib menga tuhmat qilyaptilar, meni ko'chadan kelgan buzuqqa tenglashtiryaptilar. Qanday chidayman bu xorliklarga? Umida aya dahshatdan og'zini ochib qoldi. Bu qanday makr? Bu qanday munofiqlik? O'g'lim. U Doston tomonga qadam tashladi, uning qo'llari titrardi. Bu ilon senga yolg'on gapiryapti. U tamaki chekib turgandi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Vujudidagi bolaga zahar yutyapti dedim. Men faqat kelinimdan tamaki chekmasligini iltimos qildim, xolos. Bolam, imoningni yutma, menga ishon. Doston onasining titrayotgan yuziga, keyin esa o'ziga suyanib yig'layotgan xotiniga qaradi. Uning yuz ifodasi kutilmaganda shunday dahshatli va sovuq tus oldiki, Umida aya o'z o'g'lini tanimay qoldi. Doston xotinini sekin chetga surdi-da, to'g'ri onasining ustiga bostirib keldi. Uning ko'zlarida qandaydir aytib bo'lmas, yillar davomida saqlangan qora gazab alangasi yonardi. O'g'lim demang meni, deb o'kirdi Doston butun uyni titratib. Umida aya zarbdan devorga suyanib qoldi. Uning qulog'i shangillab ketdi. Doston bolam, nega bunday deyapsan? Men sening onangman-ku, pichirladi u yoshga to'lgan ko'zlari bilan. Lekin Doston to'xtamadi. U ko'rsatkich barmog'ini onasining yuziga nuqib, tomirlari bortib chiqqan holda, qonni muzlatib yuboradigan o'sha dahshatli so'zlarni aytdi. Og'zingni yum. Sen xotinimning tamakisidan ayb qidiryapsanmi? Sen uning tamakisidan 100 chandon, 1000 chandon battarsan. Sening qanday iflos va jirkanch odam ekanligingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Sen o'zingni farishta deb ko'rsatma. Men sening 60dagi qonli va qora siringni bilaman. O'z xohishing bilan shu bugunoq narsalaringni yig'da, bu uydan daf bo'l. Yo'qsa, o'z qo'llarim bilan itdek ko'chaga uloqtiraman. Umida ayaning vujudidan jon chiqib ketgandek bo'ldi. Yuragi xuddi qisqich orasida qolgandek qattiq sanchib, ko'z oldi qorong'ulashdi. Qonli va qora sir uning miyasida bu so'zlar bo'lgadek urilardi. Doston nima haqida gapiryapti? U qanday sirni bilib qoldi? Axir Umida aya butun umri davomida faqat halol mehnat qilib, bolasini katta qilgan edi-ku. Yoki 30 yil oldingi, uning eri bilan bog'liq bo'lgan, u olgunicha o'zi bilan go'rga olib ketmoqchi bo'lgan o'sha mudhish haqiqat ochilib qoldimi? Doston qayrilib Malikaning qo'lidan tutdi-da, yotoqxonaga kirib ketib, eshikni qattiq yopdi. Ochiq balkonda yomg'ir aralash esayotgan sovuq shamol ostida Umida aya tizzalab qulab tushdi. U ho'ngrab yig'lardi.
Uning 25 yillik onalik mehnati, bedor tunlari va hayoti bir soniyada kelinining bir dona tamakisi va o'g'lining aqlbovar qilmas nafrati ostida kulga aylangan edi. Lekin bu faqat dahshatning boshlanishi edi. Umida aya qanday qilib oshxonasiga kirganini, qanday qilib eski, tugilgan tugunchasiga o'zining 3-4 eskirgan kiyimlarini solganini eslay olmasdi. Uning quloqlari ostida faqat bitta so'z, oz jigargo'shasining ovozi jaranglardi. Sening qonli siringni bilaman. Uydan yo'qol. U Doston olib bergan qimmatbaho taqinchoqlarni, kiyimlarni stol ustida qoldirdi. O'zining qishloqdan kiyib kelgan, yillab sandiq tagida yotgan eski, gulli ko'ylagini va qora jiletkasini kiydi. Ayolning ko'zlaridan yosh oqmasdi, uning yuragi yiglayverib butunlay muzlab bo'lgandi. Nega u bunday qildi? U nimalarni bilib qoldi, degan o'y uning miyasini kemirardi. U sumkasini ko'tarib birinchi qavatga tushdi. Doston ko'rinmadi. Hovlidagi yomg'ir hamon shivalab yog'ardi. Ostonadan chiqib temir darvoza tomon ketayotganda, 2-qavat derazasidan uni 2 juft ko'z kuzatib turardi. Malika qo'lida vino qadahi bilan jilmaygancha qaynonasining ko'chaga itdek haydalishidan rohatlanib qarab turardi. Doston esa deraza yonida yuzida gazab va qandaydir ikkilanish bilan jimgina kuzatardi. Ketdi, nihoyat qutuldik bu yalmog'izdan, dedi Malika erining yelkasiga bosh qo'yib. Sen to'g'ri qilding, jonim. Oz otangning qotili bilan bitta tom ostida yashashing mumkin emasdi. Doston mushtini devorga qattiq urdi. Mening mehribon, bechora otam. U onamni telbalarcha sevgan ekan. Onam esa boshqa erkakni deb uni qanday oldirishga qo'li bordi ekani, deb xirilladi Doston tishlarini gichirlatib. Malika unga tasalli bergandek uning ko'ksini siladi, ammo ich-ichidan g'olibona qahqaha otardi. Axir bu dahshatli o'yin uning o'z asari edi. Malikaning dahshatli rejasi. Bir oy oldin Malika Dostonning uzoq qishloqdagi amakisi, otasi tomondagi qarindoshi Qosir bilan yashirincha ko'rishgan edi. Qosir ichkilikka mukkasidan ketgan, pul uchun shaytonning o'ziga ham xizmat qilishga tayyor odam edi. Malika unga katta pul berib, Dostonning quloqiga qip-qizil yolg'onni quydirgan edi. Sening otang badavlat, halol odam edi. Onang esa yoshligida boshqa erkak bilan donishib qolib, eridan qutulish uchun uning ovqatiga zahar qo'shgan. Keyin oynashi onangni tashlab ketgan. Otangning olimini tasodif qilib yopishgan. Malika bu soxta hikoyani isbotlash uchun qandaydir soxtalashtirilgan tibbiy qog'ozlar va xatlarni Dostonning tortmasiga tashlab qo'ygandi. Doston o'zining farishta onasi aslida shafqatsiz qotil va xiyonatkor ekanligiga to'liq ishongan edi. Umida aya qorong'u, yomg'irli ko'chalarda tentirab borardi. Uning sovuqdan lablari ko'karib ketgan, kiyimlari shalabbo bo'lgan edi. U avtobus bekatiga kelib, hol o'rindiqqa o'tirdi. Uning xotirasida o'sha dahshatli kecha, Doston nazarda tutgan o'sha qonli sir jonlandi. Aslida nima bo'lgan edi? 30 yil oldin. Dostonning otasi Rustam, Malika aytgandek farishta yoki mehribon er emas edi. U dahshatli qimorboz, ichkilikboz va shafqatsiz zolim edi. U har kuni Umida ayani qonga belab kaltaklar, uyda bor narsani sotib ichardi. Bir kuni kechqurun Rustam uyga 3 badbashara jinoyatchi sheriklari bilan mast holda kirib keldi. U qimorda katta pul yutqazgan edi. Pulim yo'q. Lekin o'rniga manavi 3 yoshli o'g'limni garovga olinglar. Uni sotib yuborasizlarmi, tilanchi qilib qul qilasizlarmi, o'zlaring bilasizlar, faqat mening qarzimni kechinglar. Deb baqirganda o'shanda Rustam uxlab yotgan murgak Dostonni oyog'idan tortib, yiglatib sudrab borarkan. Umida aya ona sheri kabi bolasi uchun oldinga otilgan edi. Tegma bolamga. Oldirsang meni oldir, lekin pashshamniyam bermayman. Deb yolvorgandi u erining oyoqlariga yiqilib. Ammo Rustam xotinni qattiq tepib, o'g'lini ko'chaga olib chiqmoqchi bo'ldi. O'sha soniyada Umida ayaning ko'ziga qon to'ldi. U bolasi hayvonlar qo'lida xor bo'lib sotilib ketishiga yo'l qo'ya olmasdi. U ochoq yonida turgan og'ir temir kosovni, olov kavlaydigan temirni oldida bor kuchi bilan Rustamning boshiga tushirdi. Rustam dahshatli ingrab yerga quladi va boshini o'tkir toshga urib, o'sha zahoti jon berdi. Jinoyatchilar bu dahshatni ko'rib, jinoiy ishga aralashmaslik uchun qochib qolishgan edi.
Umida aya qon ichida yotgan zolim eriga qaramasdan yiglayotgan bolasini bagriga bosib tungi qorong'ulikka qochib ketgandi. U bolasi uchun qotil bo'lgan edi. U bolasining kelajagi, uning hayoti uchun o'zining butun vijdoni va hayotini do'zaxga aylantirgandi. U bu sirni hech qachon birovga aytmaslikka, bolasiga otasi haqida yomon gapirmaslikka qasamyod qilgan edi. Otang og'ir kasal bo'lib olgan, u yaxshi odam edi, deb dostonning qalbida otasiga nisbatan nafrat uyg'otmasdan katta qildi. Va bugun o'sha murgak bola, qaysiki onasi u uchun o'zini qotillikka fido qilib, butun yoshligini mehnatda o'tkazgan ogil o'z onasini eshitgan bitta tuhmati bilan ko'chaga haydab yubordi. Umida aya bekatda sovuqdan qaltirab, shu alamli xotiralardan ho'ngrab yiglardi. Bolam, sen haqiqatni bilmaysan. Men sening hayotingni saqlab qolish uchun jannatimdan kechgan edim-ku. Senga ota qotili degan tamga tushmasligi uchun o'sha qonni o'zimning bo'ynimga olgandim-ku. Yomg'ir tobora kuchayardi. Umida ayaning ko'z o'ngi qorong'ulasha boshladi. Uning qari ming azobda toblangan yuragi bu zarbani ko'tarolmayotgandi. U bekatning sovuq betoniga behush bo'lib yiqildi. Shu payt yomg'ir ichida qora, qimmatbaho mashina bekat yonida sekin to'xtadi. Mashina eshigi ochilib, qora soyabon tutgan, yoshi 50lardan oshgan, savlatli, sochiga oq oralagan bir erkak tushdi. U yerda yotgan Umida ayani ko'rib, tezda uning yoniga keldi. Ayolning yuziga qaradi-yu, erkakning ko'zlari hayrat va dahshatdan kattalashib ketdi. Umida, bu senmi, Umida? Dedi u qaltiragan ovozda, ayolning boshini qo'llariga olib, yomg'ir shivalab yog'ayotgan, qorong'u va sovuq bekatda hushsiz yotgan Umida ayaning boshida turgan erkakning ko'zlaridan yosh dumaladi. U o'zining qimmatbaho, qora paltosini yechib, zax betonda yotgan, kiyimlari hol bo'lib ketgan ayolning ustiga yopdi va uni ohista, go'yo dunyodagi eng qimmatbaho gavharni ko'tarayotgandek dast ko'tarib oldi. Chida, Umida. Chida, men keldim. Seni boshqa hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman, deb pichirladi erkak uni o'zining issiq, hashamatli mashinasiga o'tkazarkan. Bu kishi Murod aka edi. Ostona shahrida emas, balki butun respublikada o'zining yirik zavodlari va qurilish kompaniyalari bilan tanilgan, ota badavlat, ammo halol va qattiqqo'l biznesmen. Lekin uning Umida aya bilan bog'liqligi oddiy emasdi. 35 yil oldin ular yosh va beg'ubor paytlarida bir-birlarini telbalarcha sevishgan. Murod oddiy, kambag'al yigit bo'lgani uchun Umidaning zolim otasi ularning sevgisiga qarshi chiqqan va qizini qimordagi qarziga evaziga o'sha shafqatsiz, ichkilikboz Rustamga majburlab uzatib yuborgan edi. Murod alamidan chet elga ketib, kechani kecha demay ishlab, ulkan imperiya qurdi. U badavlat bo'ldi, lekin hayotida boshqa hech bir ayolni seva olmadi, uylanmadi. Uning qalbida faqat bitta ism, Umida abadiy muhrlanib qolgandi. U Umidani baxtli yashayapti deb o'ylab, uni bezovta qilmagan, uzoqdan uning xotirasi bilan yashab kelayotgan edi. Va bugun tasodifni qarangki, u o'zining haydovchisi bilan muhim uchrashuvdan qaytayotganda, yomg'ir ostida, bekatda kimsasiz itdek ko'chaga tashlangan, ezilgan va qarib qolgan o'zining birinchi va yagona muhabbatini topib oldi. Mashina shaharning eng qimmatbaho xususiy klinikasiga uchib keldi. Shifokorlar zudlik bilan Umida ayani jonlashtirish bo'limiga olishdi. Qattiq sovuq qotish, gipotermiya va asab tizimining kuchli zarbasi tufayli uning yuragi to'xtab qolishiga bir bahya qolgandi. Murod aka palata eshigi oldida mushtlarini tugib tuni bilan uxlamay chiqdi. Uni asrab qolinglar. Qancha pul kerak bo'lsa beraman. Agar uning sochidan bir tola kamaysa, bu klinikani ost-ust qilib yuboraman, deb o'kirdi u bosh shifokorga. Tong otdi. Oq, toza va issiq palatada Umida aya sekin ko'zlarini ochdi. Uning tomirlariga osilgan tomchilar, kapelnitsa uning vujudiga hayot bagishlardi. U xonaning burchagida, stulda boshini hassa qilib mudrab o'tirgan savlatli erkakka ko'zi tushdi. Men qayerdaman? Deb pichirladi ayol darmonsizlanib. Murod aka darhol o'rnidan sapchib turdi. Uning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. U yugurib kelib Umida ayaning qadoq bosgan, qaltirayotgan qo'llaridan ushladi. Umida, sen tiriksan. Xudoga shukr.
Murod akaning ovozi titrardi. Umida aya uni yuzidan tanimadi. Yillar erkakning yuziga ajinlar solgan, sochlarini oqartirgan edi. Siz kimsiz? Nega menga yordam berdingiz? Meni tanimadingmi, Umida? Men Murodman. 35 yil oldin ko'zlari yoshga to'lib, oq libosda mendan tortib olingan o'sha yigitchangman. Men qaytib keldim. Umida ayaning ko'zlari dahshat va hayratdan kattalashib ketdi. Murod. Uning yoshlikdagi begubor sevgisi. U yuzini qo'llari bilan yopib, yana o'sha kechagi xorliklar, o'g'lining yuziga tupurib haydaganlari esiga tushib, ho'ngrab yiglab yubordi. Murod aka uning yoshlarini artarkan, ich-ichidan qaynayotgan vulqonni his qildi. Umida, senga nima bo'ldi? Nega yarim tunda, ko'chada, yupun kiyimda hushsiz yotibsan? Ering olamdan o'tganini bilardim. Axir sening o'g'ling bor edi-ku. U katta biznesmen, butun shaharga tanilgan doston-ku. Nega u seni bu ahvolga soldi? Murod akaning ovozida dahshatli gazab bor edi. Umida aya uzoq yigladi. U hech kimga aytmagan dardi, kelinning azoblari, tamaki hidiga to'lgan uy va eng yomoni, o'z qonidan bo'lgan bolasi uni ota qotili deb uydan haydab yuborganini birma-bir ezilib gapirib berdi. U o'zining nima uchun erini oldirishga majbur bo'lganini, qimorboz eri Murgak Dostonni sotib yubormoqchi bo'lganda, bolasini himoya qilib qolini qonga botirganini ko'z yoshlari bilan tasvirladi. Bu haqiqatni eshitib Murod akaning mushtlari shunday qattiq tugildiki, barmoqlari oqarib ketdi. Uning ko'zlarida qasos alangasi yondi. Demak, sen u ablah bola uchun butun hayotingni, yoshligingni, vijdoningni qurbon qilibsan. U esa bitta makkor xotinning soxta gaplariga ishonib, jannatini ko'chaga itdek haydabdimi? Murod aka tishlarini kichirlatdi. Men sening o'tmishingni bilmasdim, Umida. Lekin ishon, men seni 20 yoshli paytingda qanday pokiza deb bilgan bo'lsam, hozir ham shunday farishta deb bilaman. Sen bolasini asragan qahramon onasan. Murod aka Umida ayaning qo'lini o'zining yuziga bosdi. Men sening ko'z yoshingga sabab bo'lganlarni kechirmayman, Umida. O'g'ling Doston ham, o'sha yalmogiz xotini ham har bir tokkan yoshing uchun qon yiglaydi. Men senga va'da beraman. Bu paytda Dostonning hashamatli qasrida butunlay boshqacha manzara hukm surardi. Umida aya ketganning ertasigayoq Malika uyning haqiqiy yovvoyi bekasiga aylandi. U o'zining bachkana, boyvachcha dugonalarini uyga yigib, ertalabgacha baland musiqada bazm uyushtira boshladi. Qimmatbaho viskilar ochildi, xonalarda tamaki va nargila, kalyan, tutuni bog'uvchi darajaga yetdi. Uy endi saranjom, fayzli xonadon emas, balki arzon tungi klubga o'xshab qolgandi. Doston ofisdan charchab kelganida, uyda uni issiq ovqat va onasining duosi o'rniga, polda sochilib yotgan ichimlik idishlari, begona yigit-qizlarning qahqahasi va bog'uvchi sigareta tutuni kutib olardi. Malika, bu nima sharmandalik? Deb baqirdi Doston musiqani o'chirib. Men senga homiladorsan, o'zingni ehtiyot qil demaganmidim? Nega uyda bu qadar isqirtlik qilyapsan? Malika dugonalari oldida izza bo'lganidan gazablanib, qo'lidagi qadahni stolga taqillatib qo'ydi. Nima bo'libdi? Men erkin ayolman. Sening o'sha qari asabimni egovlaydigan onang yo'q endi. Menga aql o'rgatadigan odam qolmadi. Istasam ichaman, istasam chekaman. Qolaversa, men qornimdagi boladan shunchaki qutuldim, abort qildirdim. Deb yubordi u kutilmaganda mastlik ta'sirida. Doston dahshatdan qotib qoldi. Nima? Nima qilding? Uning ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'ldi. Sen mening bolamni oldirdingmi? Menga aytmasdan. Malika beparvo yelka qisdi. Sening o'sha sershovqin, injiq bolang bilan qomatimni buzishni xohlamayman. Men hali yoshman, hayotdan zavq olishim kerak. Agar menga oshqiradigan bo'lsang, ajrashaman va sening mulkingning yarmini qonuniy tortib olaman. Shuni xohlaysanmi? Dostonning miyasiga xuddi bolga bilan urgandek bo'ldi. U xotinining qanday sovuqqon, shafqatsiz va shayton sifat ayol ekanligini endi anglay boshlagandi. Onasi aytgan edi, u qorningdagi bolani ham tamakisi bilan zaharlaydi. Onasi haq edi.
Uning o'sha eskirgan kiyimdagi farishtadek onasi yagona to'g'ri gapiradigan inson edi. Doston gazabdan bo'gilib xonadan chiqib ketdi. U onasining bo'sh qolgan xonasiga kirdi. Xonadan hamon yangi yopilgan non va onasining rayhon isi kelib turardi. Dostonning vujudini dahshatli bir bo'shliq, qandaydir sovuq pushaymonlik kemira boshladi. Men onamni itdek ko'chaga haydadim. Lekin u chindan ham otamni oldirgan bo'lsa-chi? Hujjatlar bor edi-ku. Shu kecha Doston shubhalar ichida uxlay olmadi. U yotoqxonaga qaytib kirganda Malika allaqachon mast holda uxlab qolgan edi. Uning yostigi yonida sumkasi ochiq qolgan, ichidan qandaydir qog'ozlar ko'rinib turardi. Doston sumkadagi qog'ozlarni oldi. Bu Malika unga isbot sifatida ko'rsatgan o'sha eski tibbiy ekspertiza xulosalari edi. Ammo Doston charchamagan ko'z bilan qog'ozlarga sinchiklab qaradi. Kutilmaganda u aqlbovar qilmas bir tafsilotni payqadi. Ekspertiza qog'ozining yuqori qismidagi muhrda, pechatda shifoxonaning litsenziya raqami va manzili turardi. Qog'ozga 30 yil oldin yozilgan bo'lishi kerak. Ammo muhrdagi manzil Istiqlol ko'chasi deb yozilgandi. Vaholanki bu ko'chaning nomi 30 yil oldin Lenin ko'chasi bo'lgan. Istiqlol nomi atiga 10 yil oldin berilgan edi. Dostonning yuragi to'xtab qolayozdi. Qog'oz soxta edi. Doston qaltiragan qo'llari bilan Malikaning telefonini oldi. Malika barmoq izi bilan ochiladigan qulfni ochiq qoldirgan ekan. Doston uning oxirgi qo'ng'iroqlari va simslarini o'qiy boshladi. U yerda Qosir amaki degan nom bilan saqlangan raqamga yozilgan xabarlar bor edi. Malika, Qosir aka, ishingiz zo'r ishladi. Anavi laqma ahmoq hamma narsaga ishondi. U o'zining xizmatkordek onasini itdek haydab yubordi. Qog'ozlarni zo'r soxtalashtiribsiz. Pullaringizni ertaga kartangizga o'tkazaman. Qosir, xavotir olma, qizim. U boyvachcha jiyan endi faqat sening chizganingdan yuradi. Qariyadan qutulganing yaxshi bo'ldi. Doston telefonni ushlab turgan qo'llaridan kuchi ketib polga o'tirib qoldi. Yolg'on. Hammasi tuban va jirkanch yolg'on edi. Uning onasi qotil emasdi. Malika ataylab onasidan qutulish va butun boylikka ega chiqish uchun uning qishloqi jinoyatchi amakisi bilan til biriktirib, dahshatli fitna uyushtirgan ekan. Va u nodon, kor, ahmoq ogil o'zining butun umrini unga baxsh etgan, uni yedirib ichirgan muqaddas onasini o'z qo'llari bilan yomg'irli, qahraton ko'chaga haydab yubordi. Ona! Doston tizalab polga urgancha dodlab yubordi. Uning bokirishi butun uyni titratib yubordi. U o'zini kechira olmasdi. U onasiga aytgan, sen tamakidan ham iflossan, degan so'zlarni eslab o'zining tomog'ini yirtib tashlagisi kelardi. U eng katta gunohkor, do'zaxi farzandga aylangan edi. U yashin tezligida o'rnidan turib, uxlab yotgan Malikaning sochidan changallab, uni karavotdan polga uloqtirdi. Dostonning gazabdan yonayotgan qo'llari Malikaning ipakdek sochlarini changallab, uni qimmatbaho, yumshoq karavotdan poldagi sovuq kafel ustiga shafqatsizlarcha uloqtirgan edi. Tars. Malika qattiq og'riqdan va kutilmagan zarbadan chinqirib yubordi. U mastlik va uyqu aralash nima bo'layotganini tushunmas, ko'zlari dahshatdan kattalashib ketgandi. Ah! Jinni bo'ldingizmi, Doston aka? Sochimni yulib oldingiz-ku. Nima qilyapsiz, yovvoyimisiz? Deb baqirdi u yerni mushtlab. Doston uning yuziga qarab turib, xuddi qandaydir yirtqich hayvonni ko'rayotgandek irkandi. U qo'lidagi telefonni, Malika va uning firibgar Qosir amakisi o'rtasidagi yozishmalar ochiq turgan ekranni uning yuziga qarab otdi. Telefon Malikaning tizzasiga urilib polga tushdi. Yovvoyi. Menmi yovvoyi? Dostonning ovozi butun uyni titratardi. Uning bo'yin tomirlari bortib chiqqan, ko'zlaridan yosh va gazab aralash dahshat oqardi. Oqi. O'zing yozgan iflosliklarni o'qi, ilon. Sen mening farishta onamni qotilga chiqarib haydovding. Sen qornimdagi o'z bolamni oldirding. Sen qanday maxluqsan o'zi? Malika telefondagi xabarlarni ko'rdi-yu, uning rangi olikdek oqarib ketdi. Sirlari fosh bo'lgan edi.
Barcha hiylasi, soxta hujjatlar va teatr oyini bir kechadayoq barbod bo'ldi. U bir soniya esankirab qoldi, so'ng darhol og'zini oqlashga tushdi. Jonim, tushuntirib beraman. Siz noto'g'ri tushundingiz. Bu qosir amakingizning o'zi menga shunday deb. Og'zingni yum. Doston oldinga bir qadam tashladi. Malika qo'rqib devorga taqalib qoldi. Sen mening hayotimni zaharlading. Mening jannatimni, butun umrini menga fido qilgan onamni ko'chaga, qahraton sovuqqa haydashimga majbur qilding. Sen mening qo'llarimni onamning qoniga botirding. Meni onamning oldida eng iflos, dozaxi farzandga aylantirding. Doston tiz chokib, ikki qo'li bilan boshini changallab, ho'ngrab yiglab yubordi. Uning bokirishi xuddi yarador arslonning ingrashiga o'xshardi. U boya qotil onam deb o'ylagan xotiralari aslida uning o'zini himoya qilgan fidoi onasining tarixi ekanini anglab yetgandi. Malika o'zini tiklab o'rnidan turdi. U aybini tan olgach, o'zining asl yovuz basharasini ko'rsatdi. U labini burib xudbinlarcha javob berdi. Xo'p, nima bo'libdi? Ha, men ataylab qildim. Chunki sening o'sha sasiq qari onang bilan bitta uyda yashashni xohlamadim. U menga tinimsiz aql o'rgatardi. Sen boy odamsan, Doston. Sen men kabi go'zal, aslzoda xotinga loyiqsan, o'sha qishloqi yalmog'izga emas. Va bolani ham o'zim xohlab oldirib tashladim. Men senga qul emasman. O'sha onangni deb men bilan ajrashmoqchimisan? Ajrash. Lekin bu uyni, mashinalarni va kompaniyangning yarmini qonuniy ravishda olib qo'yaman. Doston qotib qoldi. U ko'z yoshlarini artib, yerdan shunday qat'iy va sovuq qad rostladiki, Malika bir lahza qo'rqib ketdi. Doston hech narsa demadi. U yashin tezligida Malikaning qo'lidan ushlab, uni xuddi bir qop axlatni sudragandek, zinadan pastga qarab sudrab keta boshladi. Qo'yib yubor. Nima qilyapsan, vahshiy? Chinqirardi Malika, uning qimmatbaho ipak xalati yirtilib ketgandi. Doston birinchi qavatga tushib, uydan ko'chaga olib chiquvchi og'ir temir eshikni lang ochdi. Tashqarida yomg'ir hamon chelaklab quyar, izgirin shamol suyak-suyakdan o'tardi. Doston xotinini xuddi onasini haydagandek to'g'ri loyli ko'chaga, yomg'ir ostiga uloqtirib yubordi. Malika loyga yuztuban yiqildi. Uning qimmatbaho makiyaji yomg'irda yuvilib, dahshatli ahvolga kelgandi. Sen hech narsa ololmaysan, isqirt, dedi Doston sovuq va qat'iy ohangda. Mening barcha mol-mulkim, bu uy ham, mashinalar ham 100% onamning nomida. Men hamma narsani onamga hadya qilib qo'yganman, chunki u bunga munosib yagona inson edi. Sen esa ko'chadan kelgan gadoy eding va gadoyligincha qolasan. Sening ustingdan qalbaki hujjatlar tayyorlash va firibgarlik bo'yicha ertagayoq jinoiy ish ochtiraman. Doston darvozani uning yuziga qattiq yopdi. Malika yomg'ir ostida, yupun xalatda dodlab, yiglab darvozani mushtlay boshladi. Qaytar dunyo deganlari shu edi. Kuni kecha qaynonasini yomg'irda ko'chaga haydab rohatlangan xudbin kelin, bugun o'sha ko'chada, loyga botib, uysiz gadoyga aylangan edi. Doston yugurib borib mashinasiga o'tirdi. U hozir faqat bitta narsani, onasini topishni, uning oyoqlariga yiqilib kechirim so'rashni istardi. Tun yarmidan oqqan. Doston mashinani katta tezlikda ko'chalar bo'ylab haydar, ko'z yoshlari rulni hol qilib yuborgan edi. U onasi oxirgi marta ketgan yo'nalishni, bekatlarni qidirdi. Ko'chalar huvillagan, hech kim yo'q edi. U butun tuman kasalxonalariga, tez yordam bo'limlariga telefon qilib chiqdi. Onam, onajonim, faqat tirik bo'ling. Iltimos, meni kechiring. U o'zini telbalardek urib, butun shaharni aylanib chiqdi. Tong otdi. Hech qayerdan Umida ismli ayolning ro'yxatga olingani haqida ma'lumot chiqmadi. Nihoyat, Dostonning tanish militsiya boshlig'i unga xabar berdi. Doston, kechasi Murod Usmonovning shaxsiy klinikasi tez yordam bo'limida identifikatsiya qilinmagan qari ayol reanimatsiyaga olingani qayd etilgan ekan. O'sha sening onang bo'lishi mumkin. Lekin u klinika o'ta yopiq, u yerga Murod Usmonovning ruxsatsiz pashsha ham kirolmaydi. Doston bu ismni eshitgandi. Murod Usmonov shafqatsiz va qudratli biznesmen. Lekin onasi u yerda nima qilyapti? U mashinasini o'sha xususiy klinika tomon haydadi.
Klinikaning hashamatli oq binosi oldiga kelganda Dostonni qurollangan qo'riqchilar to'xtatdi. Men onamni ko'rishim kerak. 3-qavat reanimatsiyada ekan. Yo'ldan qochinglar, deb okirdi Doston tansoqchilarni itarib o'tmoqchi bo'lib. Shu payt palata eshiklari ochilib, u yerdan kechasi bilan uxlamay ko'zlari qizarib ketgan savlatli va qattiqqo'l Murod aka chiqib keldi. Uning ortida bir nechta vrachlar hurmat bilan ta'zim qilib turishardi. Murod aka yo'lakda janjal ko'tarayotgan Dostonni ko'rdi. U Umidaning o'g'li qanday ko'rinishda bo'lishini rasmlardan ko'rgan, uni darhol tanidi. Va uning tomirlaridagi qoni qaynab ketdi. Qo'yib yuboringlar uni, buyurdi Murod aka. Tansoqchilar Dostonni bo'shatishdi. Doston kiyimlarigacha shalabbo bo'lgan holda yugurib Murod akaning yoniga keldi. Onam shu yerdami? Umida aya. Iltimos ayting, ahvoli qanday? Men u kishini ko'rishim kerak. Murod aka Dostonning yuziga uzoq va nafrat bilan tikilib turdi. So'ngra uning so'zlariga javob berish o'rniga kutilmaganda qo'lini qulochkashlab ko'tardi-da, Dostonning yuziga shunday dahshatli tarsaki tushirdiki, yigit muvozanatni yo'qotib, kasalxonaning oq kafeliga gurs etib quladi. Tars. Dostonning labi yorilib qon oqdi. U yerdan hayratlanib boshini ko'tardi. U o'zini urgan bu badavlat odamga nima deyishni bilmasdi. Sen u ayolni onam deyishga noloyiqsan, iflos, deb xirilladi Murod aka. Uning ovozi butun yo'lakni titratardi. Sen onangning jannat oyoqlari ostidagi tuproq bo'lishga ham arzimaysan. O'zingning hayotingni bergan farishtangni, 3 yoshli tirranchani ota deb atalmish yirtqichdan qutqarib qolgan qahramonni qahraton ko'chaga haydashga qanday jur'at etding? Doston tiz cho'kkan holda yiglab yubordi. Men bilmasdim. Men u la'nati xotinimning yolg'onlariga ishonibman. Menga hujjatlar ko'rsatgandi, onamni qotil degandi. Men jinni bo'lib qoluvdim. Iltimos meni uning oldiga kirgazing. Oyoqlarini opib kechirim so'rayman. Murod aka uning yoqasidan changallab yerdan tortib ko'tardi va devorga qattiq taqab qo'ydi. Hujjatlarga ishondingmi? Seni 9 oy qornida ko'tarib 30 yil birovlarning kiyimini yuvib katta qilgan onangdan ko'ra, kecha ko'chadan kelgan, sigareta chekadigan yalmog'izga ko'proq ishondingmi? Murod akaning ko'zlaridan gazab uchqunlari otilardi. Sening onang otangni nima uchun o'ldirganini bilasanmi? Sening o'sha alkash otang 3 yoshli chirqillab yig'layotgan seni qimordagi qarzi uchun jinoyatchilarga sotib yubormoqchi bo'lgan. Umida esa sening iflos joningni qutqarish uchun o'zining butun vijdoni, yoshligi va hayotini do'zaxga aylantirib, o'sha maxluqning boshiga urgan edi. U seni asrab qolish uchun qotil bo'lgan edi. Tushundingmi, nonkor it? Bu so'zlar Dostonning yuragiga naq xanjardek sanchildi. U o'zining mudhish sir deb o'ylagan narsasi aslida onasining u uchun qilgan eng katta va dahshatli qurbonligi ekanini to'liq anglab yetgandi. Uning butun vujudi qaltirab, nafas olishi qiyinlashib ketdi. Doston yana yerga yiqilib, o'kirib yiglay boshladi. Uning ko'z yoshlari polni yuvardi. Men la'natlanganman. Men malunman. Dodlardi Doston. Iltimos meni o'ldiring. Lekin bir marta onamning yuzini ko'ray. Bir martagina. Murod aka undan jirkanib yuzini burdi. Sen uning yuzini ko'rmaysan. U hozir koma holatida. Uning qari ezilgan yuragi sening zarbangni ko'tara olmadi. Shifokorlar uning tirik qolishiga kafolat bermayapti. Agar Umidaning sochidan bir tola kamaysa yoki u o'ziga kelmasa, men sening butun biznesingni, hayotingni kulini ko'kka sovuraman. Sen umringning oxirigacha shu kafelda emaklab kechirim so'rab o'tasan. Yo'qol bu yerdan. Doston palata eshigiga qarab emakladi. U qop-qora, og'ir eshikning tirqishidan ichkarida, oq choyshabga o'ranib, yuzlab shlanglar va apparatlarga ulanib, jonsiz yotgan onasini ko'rdi. O'sha qadoq qo'llari, o'sha yuzidagi chuqur ajinlar hammasi uning baxtli bo'lishi uchun tikilgan umrning qoldiqlari edi. Onajon! Ketingizdan boraman, onajon! Meni tashlab ketmang! Deb faryod qildi o'g'il. U yopiq eshikni opib, yuzini yerga surtib dodlardi.
Ammo apparatlarning monoton chiq-chiq degan ovozi o'zgarmadi. Umida aya o'z o'g'lini eshitmasdi. Ayni shu payt palata ichidagi kardiomonitor apparati birdaniga to'xtovsiz "ti" degan uzun va dahshatli ovoz chiqara boshladi. Vrachlar sarosimaga tushib, xonaga yugurib kira boshlashdi. Klinik olim, defibrilyatorni tayyorlanglar. Tezroq, degan vahimali buyruqlar eshitildi. Dostonning yuragi to'xtab qoldi. "Ti". Kardiomonitorning bu uzun, quloqni kar qiluvchi va yurakni to'xtatib qo'yuvchi ovozi Dostonning butun vujudini muzlatib qo'ydi. Bu ovoz shunchaki apparatning chiyillashi emas, balki uning onasi bilan bog'lab turgan yagona hayot ipining uzilgani faryodi edi. Palata ichida shifokorlarning vahimali harakatlari boshlandi. Defibrilyatorni tayyorlang. Zaryad 200. Razryad, degan bosh shifokorning buyrug'i eshitildi. Oq choyshab ustida yotgan Umida ayaning jonsiz tanasi elektr zarbasidan qattiq silkinib tushdi. Ammo apparat hamon o'sha mudhish tekis chiziqni ko'rsatardi. "Ti". Doston eshik tirqishidan bu dahshatni ko'rib aqlidan ozayozdi. U eshikni mushtlab dodlardi. "Onajon, ketmang. Meni kechirmasdan ketmang. Xudoyim, mening jonimni oldi, onamga ber. Iltimos, meni bu azobda tirik qoldirma." Murod aka uni yoqasidan ushlab orqaga qattiq siltab tashladi. Murod akaning o'zining ham ko'zlaridan yosh quyulardi. U 35 yil kutgan farishtasini endi topganida yana yo'qotayotgan edi. Va bunga sababchi uning oldida itdek emaklab yig'layotgan mana shu nonkor farzand edi. "Ovozini o'chir", deb o'kirdi Murod aka. "Sening iflos ovozing uni narigi dunyoda ham bezovta qilyapti. Agar u hozir olsa, men seni o'z qo'llarim bilan shu yerda bo'g'ib o'ldiraman." Palata ichida ikkinchi marta elektr zarbasi berildi. Zaryad 270. Razryad. Jimjitlik. Hamma nafasini ichiga yutdi. Kutilmaganda apparat ekranida miltillagan chiziqcha paydo bo'ldi. "Chiq. Chiq. Chiqi." Yurak urishi juda zaif, arang sezilarli darajada bo'lsa-da, qayta tiklangan edi. Vrachlar chuqur xo'rsinib peshonalaridagi terni artishdi. Bosh shifokor tashqariga yo'lakka chiqdi. Murod aka va Doston unga umidvor termilishdi. "Qanday? U tirikmi?" so'radi Murod aka qaltirab. Shifokor og'ir xo'rsindi. "Yuragini urdirishga muvaffaq bo'ldik. Ammo bemorning ahvoli o'ta og'ir. Kuchli asab tushkunligi va yurak xuruji oqibatida u chuqur koma holatiga tushdi. Uning miyasi hozir o'zini o'zi himoya qilish uchun butunlay ochgan. U qachon o'ziga keladi yoki umuman o'ziga keladimi, buni faqat Xudo biladi." Doston yuzini devorga bosib ingrab yubordi. Koma. Uning onasi endi uni eshitmaydi, ko'rmaydi, uni kechira olmaydi. U onasining oxirgi ko'rgan manzarasiga, o'z o'g'lining yovvoyilarcha haydagan yuziga aylanib qolgan edi. Murod aka shifokorga minnatdorchilik bildirdi-da, Dostonga qarab sovuq hukmini o'qidi. "Eshitdingmi? Endi bu yerdan yo'qol. Men klinika soqchilariga sening bu qavatga qadam bosishingni qat'iyan taqiqlayman. Sen uning o'g'li bo'lish huquqini o'sha kuni ko'chada yomg'irda yo'qotgan eding." Doston hech narsa deyolmasdi. U Murod akaning oldida tizzalab o'tirgancha faqat bitta narsani pichirlardi. "U kishi o'ziga kelsa faqat shuni ayting, men u kishining qotil emasligini, meni asrab qolgan farishta ekanliklarini bildim deng. Iltimos shuni yetkazing. Men har kuni shu eshik tagida itdek yotib kutaman." Doston kasalxonaning sovuq zinapoyasiga borib, o'sha yerda yigilib, boshini tizzalariga qo'ydi. U endi o'sha magrur, aslzoda kelinning eri, katta biznesmen emasdi. U jannatidan ayrilgan, adashgan bir miskin bandaga aylangandi. Qaytar dunyoning shafqatsizligi. Shu paytda tun zulmatida, ko'chada yupun ipak xalatda, ust-boshi loyga belanib qolgan malika yomg'ir ostida tentirab borardi. Uning qimmatbaho fransuzcha makiyaji yomg'irda yuvilib, yuziga qora ko'mirdek oqib tushgan, sochlari esa iskirt ahvolga kelgan edi.
Kechagina minglab dollarlik mashinalarda yurib, qaynonasini "yalmogiz" deb tahqirlagan bu kibrli ayol hozir o'zi xuddi shu ko'chada yashaydigan gadoylardan farq qilmay qolgandi. Uning oyog'idagi yubka shippagi loyga botib, yirtilib ketdi. Sovuq shamol uning suyaklarigacha otib qaltirardi. U qo'lidagi arang ishlab turgan Doston otdan keyin ekrani singan telefonini oldi. U o'zining eng yaqin boyvachcha dugonasi Sevaraga qo'ng'iroq qildi. Gudok uzoq ketdi. "Allo, Sevara, menman, Malika" deb yig'lamsiradi u duduqlanib. "Iltimos, meni ko'chadan olib ket. Doston u jinni bo'lib qoldi, meni uydan haydab yubordi. Pulim ham, kiyimim ham yo'q." Sevara telefonda biroz jim turdi, keyin uning sovuq ovozi eshitildi. "Malika, kechirasan, lekin mening uyim mehmonxona emas. Qolaversa, Doston kabi obro'li odam bilan janjallashib, o'zimga ortiqcha muammo orttirmoqchi emasman. Oz aravangni o'zing tort. Menga boshqa telefon qilma." Gudok uzildi. Malika dahshatdan qotib qoldi. Kechagina uning uyida qimmatbaho viskilarini ichib, uni "Malikam" deb e'zozlagan dugonalari pul va eri yo'qligini bilgach, undan bir soniyada yuz o'girishgandi. Soxta dunyoning soxta do'stlari. U endi oxirgi najotini, o'sha iflos ishlarni birga qilgan sherigi Qosir amakiga qo'ng'iroq qildi. Qosir darhol go'shakni ko'tardi. "Malika qizim, pullar qani? Men kutib o'tiribman", dedi u. Og'zidan aroq hidi kelayotgani telefon orqali ham sezilib turardi. "Qosir amaki, hamma narsa barbod bo'ldi. Doston bizning yozishmalarimizni o'qib qoldi. U meni haydab yubordi. Sizning uyingizga bormoqchiman, menga yordam bering", deb yig'ladi Malika. Qosirning ovozi birdaniga o'zgarib, qo'pol va shafqatsiz tus oldi. "Nima? Seni haydab yubordimi? Unda mening uydagi xotinimga va'da qilgan 20 ming dollarim nima bo'ladi? Puling yo'q ekan, mening oldimga qadam bosma. Senga o'xshagan muammoli yalangoch xotinni uyimga kirgizardimmi? Yo'qol bu yerdan. Men seni tanimayman. Doston kelsa, meni Malika o'zi majburlab, aldab shu ishlarni qildirdi, deb aytaman." Telefon ochdi. Malika telefonni yerga otib, loy ustida dodlab yig'lay boshladi. U hamma narsadan ayrilgandi. Unda na oila, na do'stlar, na pul qolgan edi. O'zining shaytoniy kibri va qaynonasiga qilgan zulmi o'z boshiga ming chandon bo'lib qaytgan edi. Ertasi kuni ertalab politsiya xodimlari Malikani ko'chada dahshatli isitma bilan loyga botib yotgan joyidan topishdi. Doston allaqachon u va Qosir ustidan firibgarlik, qalbaki hujjatlar yasash va oilaga qasddan ruhiy zarar yetkazish moddalari bo'yicha ariza yozib bo'lgan edi. Malika issiq uy o'rniga sovuq va zax tergov izolyatoriga Kipsga olib ketildi. Uning tamaki chekib, kibr bilan puflaydigan kunlari endi bir umr temir panjaralar ortida qoladigan bo'ldi. Bombosh qasr va istig'for. Doston kasalxona ostonasidan jildirmagani uchun uyga kiyim almashtirish va yuvinish uchun qaytdi. U o'zining ulkan 3 qavatli koshonasiga kirganda uy butunlay huvillab yotardi. Avvallari eshikdan kirishi bilan onasining "Kelyapsanmi, bolam? Qorning ochqadimi? Issiq ovqat suzib beraymi?" degan mehribon ovozi kutib olardi. Uydan doim shirin non, palov va rayhon isi kelib turardi. Endi esa faqat sovuq sukunat va kechagi Malikaning bazmidan qolgan sigareta qoldiqlari, buyuklari, tola kuldonlar hidigina qolgandi. Doston onasining xonasiga kirdi. Xona juda sodda, qimmatbaho uydagi yagona kamtarona burchak edi. Stol ustida onasining oqish ko'zoynagi, eski Qur'on kitobi va joynamozi turardi. Shkafni ochganda esa Dostonning yuragi yorilib ketayozdi. Shkafning bir tomonida Doston onasiga sovg'a qilgan qimmatbaho ko'ylaklar, tilla zanjirlar qanday tursa, shunday tegilmasdan changlanib turardi. Umida aya ularni biror marta ham kiymagan. Ammo shkafning eng pastida, kichik bir tugunchada Dostonning yoshligidan, maktab davridan qolgan birinchi yirtilgan tuflisi, birinchi olgan 5 bahosi yozilgan kundaligi va Dostonning yirtiq eski ko'ylakchasi taxlab qo'yilgan edi.
Uning onasi uchun qimmatbaho tilla yoki liboslar emas, balki bolasining bolalik xotiralari, uning yirtiqlari ham eng noyob gavhardek saqlangan edi. Doston o'sha kichkina ko'ylakchani yuziga bosib yerga o'tirib qoldi. Onajon, kechiring. Meni la'natlang, lekin kechiring. Men o'z jannatimni o'z qo'llarim bilan jahannamga itardim. Deb yiglardi u uning ohi ko'klarga yetgudek edi. Shu paytdan boshlab Doston o'zining bizneslarini yordamchilariga topshirib qo'ydi. U endi dabdabali kostyumlar kiymas, soqollari o'sib ketgan edi. U har kuni kasalxonaga borar, Murod akaning uni so'kishlariga, shifokorlarning ruxsat bermasligiga qaramay, komada yotgan onasining palatasi eshigi tagida, sovuq kafellarda o'tirib kunini o'tkazardi. Kunlar haftalarga, haftalar esa oylarga ulandi. Oradan 2 oy o'tdi. Qishning qahratoni keldi. Umida aya hamon o'sha jimjit koma holatida yotardi. Apparatning tekis ovozi jonsiz tana. Bir kuni ertalab